Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning Toshqo'rg'on noyasiga aydirim selish plani diqqat qo'zg'amoqda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2019-yillik insonparvarlik mukofotiga erishdi. Xitoy Ukrainada chiriklikka bor deyilgan Jo Baydenning o'g'liga bayonot berdi. Ota-onalar ko'p so'zlab bersa, bolalarning aqliy iqtidori yuqori bo'ladi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsa. Tangırtaq to'rining xabar qilishicha, Xitoy Davlatlik islohot va taraqqiyot komiteti 12-oktyabr kuni o'zining to'r betida atalmish Xinjiangdagi Toshqo'rg'onda aydirim yasash qurilishi haqidagi dokladni tasdiqlaganligi, 1 milliard 630 million yuan mablag' selib Toshqo'rg'onga aydirim selish qo'shilganligini bildirgan. Texi yaqindala Xitoyning Tojikistonning Toshqo'rg'onga chegirdash Hilal-Ay rayonidagi Gorni Badaxshan oblastida harbiy baza qurganligi, mazkur bazaning Sharq Turkiston Tojikiston chegarasiga 30 km, Tojik-Afg'on chegarasiga 14 km keladiganligi oshkorlangan. Mana endi uning mazkur bazaga bir qancha 10 km keladigan joyga aydirim selishni qaror qilganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarda Toshqo'rg'on aydirimining qurilishi Qashqar viloyatining umumiy qatnash transport sistemasiga foydali ekanligi, qatnash sharoitini yaxshilab qutqizish ishlariga kafolatlik qiladiganligi, rayonlar orasidagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning qadamini tezlashtirib, o'zaro moslashtiradiganligi ilgari surilgan. Xitoy hukumatı ilgari Toshqo'rg'on noyasidagi nurg'un namrat Tojik Uyg'ur dehqon chorvachilarni atalmish qutqizish nomida Qashqarning ichki qismidagi joylarga yo'tkagan ekan. Xitoy taratqullarining xabarda qayd qilinishicha, aydirimning asosiy qurilishi 45 metr kenglikdagi, 4 kilometr uzunlikdagi bir uchish yo'li, 30 kvadrat metrlik bir yo'lovchilar zali, bir munor va 800 kvadrat metrlik bir aviatsiya binosi qatorliq aslahalarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning Tojikiston, Afg'oniston va Pokistonga chegirdash muhim strategik o'ringa joylashgan Toshqo'rg'on noyasiga aydirim selishi kuzatuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'agan bo'lib, analizchilarning faraz qilishicha, doirlar mazkur aydirimni vaqt kelsa harbiy ishlarda ishlatish maqsadida qurmoqda ekan. Amerikadagi nopozliq diniy mazhablardan Scientologiya cherkovi har yili insonparvarlik mukofoti tarqatib kelayotgan bo'lib, bu orqali dunyoning har qaysi joylaridagi diniy e'tiqod erkinligini himoya qilishda ko'rinarli rol o'ynayotgan tashkilotlarni taqdirlab kelmoqda. 2019-yillik mazkur mukofotga Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, fuqarolar kuchi qatorliq 5 tashkilot saylanib, 9-oktyabr kuni Washington shahrida o'tkazilgan mukofot tarqatish marosimida mukofotlangan. 2019-yillik insonparvarlik mukofotiga erishgan har qaysi tashkilotlarning vakillari bir-birlab so'zga chiqib, o'zlariga ma'lum bo'lgan doiradagi diniy haqlarning oyoq osti bo'lish ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Shu qatorda Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining mudiri Ömer Qanotmi so'zga chiqib, navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniyat va diniy sohalardagi umumiy bostirish ahvoli, buning bevosita oqibati sifatida 3 milliondan ortiq Uyg'urning hozir yig'ib olish lagerlari qamalganligini amaliy jonliq misollar bilan tunishtirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Jo Bayden o'g'li Hunter Baydenning Xitoydagi savdo kelishimlariga yordam qildi degan edi. Amerika prezidenti Donald Trumpning vazifasidan qoldirishiga doir tekshirishga sabab bo'lgan sobiq muavin prezident, shundaqla 2020-yildagi prezidentlik saylamining nomzodi Jo Baydenning o'g'li Hunter Bayden o'zi haqida ilgari surilgan ayblashlar ustida tunji qatim bayonot berdi. Jo Baydenning o'g'li Hunter Bayden Amerikaning ABC kanalining suhbat programmasiga qatnashib, Xitoy va Ukrainadagi ba'zi shirkatlar bilan sheriklik bor degan so'zlar haqida xato qarorlar ilinganligi, biroq xato ish qilmaganligi, dadisiga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan ba'zi ta'siri yo'q kishilarga qonunsiz faoliyatlarda bo'lish uchun fursat yaratib berganligi, barliq javobgarlikni ustiga oladiganligini bildirgan. Hunter Bayden Oqsaroy doiralarining Donald Trump bilan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tirishidagi telefon suhbatining yozma tafsilotini e'lon qilganligi haqida to'xtalib, barliq Amerika fuqarolariga o'xshash men u tafsilotni o'qib hayron qoldim dedi. Amerika prezidenti Donald Trump va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tirsida iyul oyida o'tkazilgan telefon suhbati qattiq talash tortishga va Amerika palatasidagi demokratchilarning Donald Trumpni vazifasidan qoldirish harakatini boshlashiga sabab bo'lgan. Angliyalik olimlarning bir turlik tadqiqotida bayqilishicha, yonda bir kod bo'lsa, bu vaqtlarning aqliy iqtidori va bilish iqtidori texnik yuqori bo'ladi ekan. Angliya York universitetining tadqiqot guruhi 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan o'qish yoshidan burunqi bolalarga qartasini qilib berib, ularga mikro unalg'i isib qo'yib, ota-onasi va boshqa boquvchilarning bola bilan bo'lgan til aloqa ahvolini kuzatgan. Natijada oilada cho'nglarning til aloqasi ko'p bo'lsa, bolalarning aqliy iqtidorining yuqori, logikalik tafakkuri, hisoblash va shakl qatorliq g'ayri til iqtidorining bir qadar kuchli bo'ladiganligini bayqagan. Uningdan boshqa Qur'onga yetganlar Alloh qilganda mo'l so'zlarni ishlatsa, bolalarning so'zliklarini egallash sur'ati tez bo'ladi ekan. Tadqiqotchilarning bildirishicha, har bir oiladagi ota-onalarning o'zaro ta'sir ko'rsatish ahvolida farq bakchong bo'lib, bolalar bilan til jihatda ham turtki bo'lish eng ko'p bo'lgan ota-onalarning so'zlash miqdori hatto o'rtacha saviyaga yetadi. Tadqiqotdan bayqilishicha, til cho'ng miyaning yetilishiga ta'sir ko'rsatish vaqti ilgirki tasavvurdan xilili baldir bo'lib, ota-onalar o'zini to'liq ifodalashi hamda bolalarning harakatiga vaqtida inkas qaytarishi, bolalarning tashvishlanish tuyg'usi, hujum qilish xarakteri va osiylik qilish alomatlarini azaytishga foydali deb ko'rsatgan.
Xəbərlərimizi köynüڭlərə rəhmət. Görüşkiçə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allah qamanət.